Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun agar yadro qurol urushi yuz bersa degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi agar yadro qurol urushi yuz bergan vaqtida qandaq ziyon zahmatlar kelib chiqishi mumkin. Andan keyin biz u ziyon zahmatlarni tövəltüş üçün nimələrə diqqət qilishimiz kerak və yoki qandaq qilgan vaqtida özümüzga keladigan ziyon zahmatni bo'lib bak salomatlik jihatdagi ziyon zahmatni eng tövən darajaga tushira olamiz degan mazmunda qisqacha bir tonishtirish qilib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishinglarni umid qilaman. Yadro qurol urushi yoki yadro hujumi deganda asosliqi atom bombasi orqali qarshi tarafga hujum qilishni ko'zda tutadigan bo'lib, u atom bomba urushi debmi ataladi. Yadro qurol urushi an'anaviy urushda ishlatadigan qurolga silishtirgan vaqtida keng ko'lamlik vayron qiladigan qurollar hisoblanadigan bo'lib, yadro qurol urushi qisqa vaqt ichida ig'ir darajada buzg'unchilik paydo qilib, uzun muddatlik radioaktivlik bulg'unish va vayronchilik paydo qila oladi. Shu sababdan Ikkinchi Dünya urushidan keyin yadro qurollarini ishlatish qattiq cheklanib, hozirga qadar yadro qurollari faqat biror davlat harbiy kuchining simvoli va yoki qarshi tarafga taqobil turadigan zapas kuch sifatida mavjud bo'lib kelmoqda. Undaqda qaysi davlatlarda yadro qurollar bor, ularninki soni qanchalik degan vaqtida hozir qadar butun dunyoda 9 davlatda yadro quroli borligi ma'lum. Ularning birinchisi Rossiya, ikkinchisi Amerika, uchinchisi Fransiya, to'rtinchisi Xitoy, beshinchisi Angliya, oltinchisi Pokiston, yettinchisi Hindiston, sakkizinchisi Isroil, to'qqizinchisi Shimoliy Koreya. Mana bu 9 davlat hozircha mushu yadro qurol kuchiga ega davlat hisoblanadigan bo'lib, ularning ichida Rossiya bilan Amerikada yadro qurollarining soni butun yadro qurol sonininki 90%ni egallaydi. Rossiyada taxminan 6000 dan 7000 orasida yadro qurol o'qlari borligi taxmin qilinmoqda. Amerikada bo'lsa 5400 dan 6800, Fransiyada bo'lsa 290 dan 300 arasida, Xitoyda bo'lsa 270 dan 350 arasida borligi taxmin qilinmoqda. Angliyada bo'lsa 215 dan 225, Pokistonda bo'lsa 140 dan 165, Hindistonda bo'lsa 130 dan 160, Isroiliyada bo'lsa 80-90 arasida yadro qurol borligi taxmin qilinmoqda. 9-si shu Shimoliy Koreya bo'lib, ularda taxminan 15 dan 60 arasida borligi taxmin qilinmoqda. Endi bu yerda o'xshamagan manbalardagi sonliq ma'lumotlar farqli bo'lganligi uchun men eng to'van taxmin bilan eng yuqori taxminniki hammasini xotirlab chiqdim. Ko'rayotganinglardagidek Rossiyaniki yadro qurollari eng ko'p bo'lib, uningdan qilib qolsa Amerika, bu ikki davlatdagi yadro qurol butun dunyodagi yadro qurolning 90%dan ortig'ini bu ikki davlat egallaydi. Endi bu yadro qurol urushi bo'lib qolsa yoki yadro qurollarining portlashi sababidan qandaq zaxmlar kelib chiqadi degan vaqtida, yadro qurol urushi yuz bergan vaqtida atom bombasining portlashdan paydo bo'lgan issiqlik, do'lqin, radioaktivlik bulg'unish qatorliqlar ig'ir darajada o'lim yetim, yorilish va asos qatlam qurilishlarining ig'ir darajada vayron bo'lishini keltirib chiqardi. Hatto insoniyat madaniyati ig'ir darajada vayron bo'lishi mumkin. Hayot qolganlarmi xarobilashgan
qaqas bir muhitda hayotini har xil kasalliklarga giribdor bo'lib, qiyinchilik ichida davomlashtirishi mumkin. Yadro qurol urushidan paydo bo'lgan ziyon zahmat va vayronchilikninki ig'irlik darajasi va doirasi, urushda ishlatgan bombaning cho'ng kichikligi, ko'lami, portlash markazi bilan bo'lgan musofa, ayni vaqtdagi havo klimat, shamol kuchi va shamol yo'linishi qatorliq omillar bilan zich munosabatlik. Yadro qurol urushidan paydo bo'lgan zaxmini normalda portlash markazi bilan bo'lgan musofaga asosan tuvandagi 3 rayonga bo'lish mumkin. Tuvanda men mushu kuchi, portlash kuchi 10 kilotonnadan 20 kilotonna TNT araliqida keladigan bomba paydo qilgan zaxmini misol qilib o'tmoqchi. Albatta, uning konkret ziyon zahmat doirasi bombaning cho'ng kichikligidan boshqa yana shamol kuchi va shamol yo'linishiga bog'liq. Birinchi, ig'ir darajalik zaxmi rayoni. Portlash markazidan 1 kilometr doiradagi rayon ig'ir darajalik zaxmi rayoni hisoblanadigan bo'lib, bu rayondagi mutlaq ko'p sonda qurilishlar asosan vayron bo'ladi va mutlaq ko'p sondagi odam, jumladan har qanday hayotliq o'lib ketishi mumkin. Oz sonda yer osti uylariga yo'shirinib olganlar saq qilishi mumkin. İkinci, o'tiral darajalik zaxmi rayoni. Portlash markazidan 1 kilometrdan 5 kilometr doiradagi rayon o'tiral darajalik zaxmi rayoni hisoblanadigan bo'lib, bu rayondagi qurilishlar ko'zga ko'rinarlik darajada zaxmi bo'ladi. Mutlaq ko'p sonda odamlar yordar bo'ladi. Ba'zilar o'lib ketishi mumkin, ammo hayot qolganlarning salomatligi ig'ir darajada zaxmiga uchraydi. Uchinchisi, yengil darajalik zaxmi rayoni. Portlash markazidan 5 kilometrdan yiroq rayon yengil darajalik zaxmi rayoni hisoblanadigan bo'lib, bu rayondagi qurilishlar qisman zaxmi bo'ladi. Ishik darajalari vayron bo'ladi. Ko'p sonda kishilarning salomatligi belgilik darajada ta'sirga va ziyon zahmatga uchraydi. Ikkinchi Dünya mezgilida Amerikaning Yaponiyaga tashlagan atom bombasininki har birining kuchi yoki cho'ng kichikligi 20 kilotonna TNT bo'lib, ayni vaqtda taxminan 90 mingdan 166 ming orasida odamni o'ldirgan. Hozirgi yadro qurol o'qlarininki o'tircha cho'ng kichikligi yoki kuchi 300 kilotonna TNT bo'lib, ayni vaqtdagi atom bombasidan 15 hassa kuchlik. Hozir dunyoda mavjud bo'lgan yadro qurollari ichida Rossiyaning Tsar bombasi eng kuchlik, eng cho'ng bo'lib, uning cho'ngligi yoki kuchi 57 megatonna yoki 57 ming kilotonna TNT keladi. Uning vayron qilish kuchi Amerikaning Yaponiyaga tashlagan atom bombasidan 2650 hassa kuchlik. Bundaqda yadro qurol urushininki uzun muddatlik ziyon zahmatlar nimalardan iborat degan vaqtida yadro qurol urushi muhitda ig'ir darajada radioaktivlik bulg'unish paydo qiladigan bo'lib, u insonlarning hayotiga ig'ir darajada tahdid ilib keladi. Yoki insonlarda rak kasali, bo'libmi qon raki, tug'ma kasal, irsiy kasal qatorliq kasalliklarni o'z ichiga olgan uzun muddatlik sog'lomlik oqibatlarini keltirib chiqardi. Tadqiqotchilarning tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida 1945-yildan 1980-yilgacha bo'lgan oraliqda ilib berilgan atom sinoqlari sababidan butun dunyoda taxminan 2-4 million odam rak kasalligiga giribdor bo'lib o'lib ketgan.
agar keng ko'lamlik yadro qurol urushi yuz bersa, dunyoda nima oqibat kelib chiqadi degan vaqtida Rutgers universiteti olimlarining tadqiqotiga asoslangan vaqtida butun dunyodagi yadro qurollarining 3%ga yetmaydigan qismi urushda ishlatilsa, 2 yil ichida butun dunyo nüfusining 33%i o'lib ketishi mumkin ekan. Ya'ni 3%, faqat 3%i mushu urushda ishlatilsa, butun dunyo nüfusining 33%i o'lib ketishi mumkin ekan. Agar butun dunyodagi yadro qurolining 90%iga ega bo'lgan Rossiya bilan Amerika o'tirsida texmi cho'ng, texmi keng doirada yadro qurol urushi yuz bersa, butun dunyo nüfusining 75%i o'lib ketadi ekan. Undaqda agar yadro qurol urushi yuz bersa, bu yadro qurol urushidan keyin bu dunyo yer shari qancha uzunda asliga kelishi mumkin degan vaqtida tadqiqotchilarning qarashicha, yadro qurol urushidan keyin asliga kelishga taxminan 3 yildan 10 yil vaqt ketishi mumkin ekan. Ammo yadro qurolininki yer sharida paydo qilgan uzun muddatlik o'zgarishini tasavvur qilish qiyin ekan. Undaqda yadro qurol urush yuz berishdan burun biz uningga qandaq tayyorgarlik qilishimiz kerak degan vaqtida Amerikada yadro qurol urushining oqibatlari to'g'risida bir qadar atrofliq tadqiqotlar olib borgan o'rin Tennessee shtatining Oak Ridge degan yerga joylashgan Oak Ridge davlatlik tajribaxonasi bo'lib, ular sovuq urush mezgilidan boshlab yadro qurol urushida hayot qilish qo'llanmasini tarqatgan bo'lib, uningda tuvandikilar tavsiya qilingan. Saqlanadigan bexatar yerni tanlab, bir mezgil yetkidek botilkiliq su, saqlag'ili bo'ladigan yemaklik, doim ishlatadigan har xil dora, batariyalik qo'lchiroq, batariya bilan ishlaydigan radio va turmushda zarur bo'lgan buyumlarni shu yerda zapas saqlash. Bu davlatlik tajribaxonasininki yadro qurol urushida hayot qilish qo'llanmasida alohida tavsiya qilingan muhim buyumlar. Yadro qurol urushi yuz bergan vaqtida zarur bo'lgan narsalar nimalardan iborat degan vaqtida ko'pincha mutaxassislar tuvandagi 5 turlik narsani mushu yadro qurol urushi yuz bergan vaqtida salomatligimizni qo'g'dash uchun nihoyatda muhim deb tavsiya qilgan ekan. Uning birisi kaliy, yod, ikkinchisi radiatsiya tekshirgich, ya'ni atrofdagi muhitda qanchalik radioaktivlik bo'lg'inish bor deganni tekshiradigan asbob, uchinchisi radiatsiya suv suzgich, ya'ni suv mushu radioaktivlik bulg'unish bo'lgan vaqtida u suvni bexatar ichish uchun shu suzgich bilan uning tarkibidagi radioaktiv moddalarni suzib o'tib ichish. To'rtinchisi N95 maska, beshinchisi yod suyuqligi. Bularning hammasi yadro qurol urushi yoki atom bombasi paydo qilgan radioaktivlik bulg'unishninki salomatligimizga ilib kelgan ziynini eng yuqori darajada tuvaltishda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan buyumlar bo'lib, buni odatda mutaxassislar mushu yadro qurol urush yuz bergan vaqtida nihoyatda muhim deb qaragan buyumlar. Agar biz mushu yadro qurol urush yuz berishi mumkin deb qarasak, bularni tayyorlashimiz meningcha biroz muhim deb qarayman. Chunki rasmiy shundaq urush yuz bergan vaqtida bozorlarda bu xil buyumlarni tepish nihoyatda tezga to'xtashi mumkin. Undaqda agar yadro qurol urushi yuz bersa, biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi
dərhal pishqishdan yasalgan uy yoki binoga kirish. Eng yaxshisi bino o'tirsiga yoki yer ostiga joylashgan darajasi yo'q uyga kirib saqlanish. Yağışdan yasalgan uy, mashina va avtobus ichi bu yadro qurol urushiniki ziynidan saqlashda bexatar emas deb hisoblanganligi uchun eng yaxshisi mutaxassislarning tavsiyasiga asoslangan eng yaxshisi pishqishdan yasalgan bino ichi bo'libmi yer osti uylarga kirib saqlanish kerak. Ikkinchisi agar muhit radioaktivlik chang to'zon bilan bulg'unish ehtimoli bo'lgan vaqtida darhol kiyim almashtirish, munchaga tushish orqali radioaktivlik moddalarning badanga bo'lgan ziyinini eng yuqori darajada tövelletish. Uchinchisi aniq uchurlarga erishkicha eng yaxshisi sirtqa chiqmaslik. To'rtinchisi yadro qurol urushi bo'lgan vaqtida qo'l telefon, internet, televizor balkim ishlamasligi mumkin bo'lganligi uchun eng yaxshisi batareya bilan ishlaydigan radio orqali ahvoldan o'z vaqtida xabardor bo'lib turish. Bular mushu agarda yadro qurol urush yuz bergan vaqtida bizning qilishimizga tegishli muhim ishlar. Undaqda bu agar yadro qurol urushi yuz bersa, qaysi rayonlar bexatar rayon hisoblanadi degan vaqtida normalda urush markazidan, ya'ni portlash markazidan eng kam deganda 50 ingliz chaqirimi yoki 80 kilometr yiroqlikdagi rayon nisbatan bexatar hisoblanadigan bo'lib, musofa portlash markazidan qancha yiroq bo'lsa, shuncha bexatar hisoblanadi. Agar keng ko'lamlik yadro qurol urushi yuz bersa, butun dunyoda Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada, Argentina qatorliq davlatlar nisbatan eng bexatar davlat hisoblanishi mumkin ekan. Undan boshqa Norvegiya, Islandiya, Janubiy Afrika va Latin Amerikadagi boshqa davlatlarmi nisbatan bexatar davlatlar hisoblanadi ekan. Amerikada bo'lsa Maine, Oregon, Shimoliy Kaliforniya, G'arbiy Teksas qatorliq shtatlar nisbatan bexatarlik rayon hisoblanadi ekan. Oxirida hammamizningki eng ko'ngil bo'ladigan masala mushu yadro qurol urushi bo'lishningki ehtimolligi qanchalik degan masala bo'lib, buningga o'xshamagan mutaxassislar o'xshamagan ko'z qarashlarini ifodalagan. Avstraliya strategiyalik siyosat institutining tor betida e'lon qilgan bir analizda mundaq deyilgan: kelgusi 40 yilda yadro urushiningki ehtimolliginingki 1% ekanligini, keyingi 8000 yilda u xil ehtimollikning 99% ga yetadiganligini o'tirg'a qo'yishgan. Ya'ni bu yadro qurol urushiningki qisqa muddat ichida bo'lmaydiganligi, uning ehtimolligining faqat 1% ekanligi, lekin vaqtning o'tishi bilan, ya'ni kelgusi 8000 yil ichida bu xil ehtimollikning 99% ga yetib bordiganligini taxmin qilgan. Undan boshqa mushu Amerikadagi dаңliq universitet bo'lgan Massachusetts Texnika institutidagi bir professor mushu yadro qurol urushiningki yuz berishining ehtimolligini 6da 1 yoki 16-17% deb taxmin qilgan. Bu yadro qurol urush bo'lishningki ehtimollik to'g'risidami Amerika prezidenti Biden alayda ogohlantirish bergan. Anundan keyin bu Tesla şirketininki boshlig'i Elon Muskmi bu yadro qurol urush bo'lishningki ehtimolliginingki tez ishiyotganligini
o'tirib qo'ygan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidami bu haqda ogohlantirish bergan. Agar yadro qurol urushi yuz bersa degan temadagi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ham bu leksiyani so'zlashimning asosliq sababi hargizmi cho'qim yadro qurol urushi yuz berishi mumkin deb do'stlarga bir xil andisha paydo qilish emas, balki mushu yadro qurol urushi bo'lishninki ehtimolligininki qanchalik oz yoki yuqori bo'lishidan qat'iy nazar bu jihatda qarindoshlarga ozroq tushuncha bo'lib qolsin degan maqsadda bu leksiyani so'zlab o'tdim. Hammanglarning diqqat berganinglarga yana bir qitim rahmat. Alloh hammamizni o'z panohida saqlasin. Xayr xo'sh. Allohga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.